Ota katta qo'chqorni so'ydi, olov yoqdi va o'g'liga: "Bor, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz va qo'shnilarimizni chaqir. Bugun biznikida bayram" dedi. O'g'li tashqariga chiqdi va baqira boshladi. "Iltimos, bizning uydagi yong'inni o'chirishga yordam bering" dedi. Bir necha daqiqadan so'ng bir guruh odamlar keldi. Qolganlar esa o'zlarini eshitmaganga olib, burchakda kuzatib turishgan edi. Kelganlar kechgacha yeb ichishdi, bayram qilishdi. Hayron qolgan ota o'g'liga qarab: "Men kelgan odamlarni zo'rg'a tanidim. Ularning ba'zilarini hech ko'rmaganman ham. Qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, qo'shnilarimiz qayerda?" deb so'radi. O'g'li javob berdi: "Bugun biznikiga kelganlar bayram uchun emas, uyimizdagi yong'inni o'chirishga, bizga yordam berishga kelishgan va bu insonlar bizning saxiyligimizga va mehmondo'stligimizga loyiqdirlar" deb javob beribdi. Qissadan hissa shuki, do'stim, jigarim deganlaringiz sizni qiyin kuningizda yoningizda tura olmasligi, lekin deyarli tanimagan insonlaringiz esa ana shu paytda sizga katta yordam berishi mumkin. Qiyin paytlarda yoningizda turmaganlar quvonchli kuningizda, bayram dasturxoningizda o'tirishga noloyiqdirlar.